Kelinglar biz polga qoplagan mana bu qoplamamiz haqida qisqacha aytib beraman. Bu Gench brendiga tegishli suyuq upakovka desak bo'ladi yoki himoyalash vositasi. Mana biz buni polga qopladik. Endi buni ustida bemalol ta'mirlash ishlarini yoki-da qanaqadir bo'yash ishlarini olib borishimiz mumkin. Bunga tushgandan keyin buni bemalol ishib tashlasak bo'ladi va polimizni shikastlanmasdan xuddi yengidek bo'lib turaveradi. Buni faqatgina polga emas, bemalol devorga, oynaga, mebel fasadlari har qanaqangi narsalarga ishlatsak bo'ladi. Bu suyuq upakovkamiz sizni qimmatbaho buyumlaringiz yoki mana bunaqangi o'zingizga yoqadigan pollarni himoya qilib berish uchun mo'ljallangan. Gench brendi ko'plab muammolarga yechim berdi. Endi pollarning ustiga salafan to'shash yoki karton to'shash shart emas. Shuni shunday sepasiz va ishingiz bitgandan keyin bemalol ishib tashlayverasiz.